Ye. Nima qilyapsiz aka? Shahar o'rtasini kovlab. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Charchamayapsiz? Nima qilyapsiz aka? Qidiryapmiz, pilla chiqamidi? Pilla kovlayapsizmi? Pilla kovlayapmiz. Pilla chiqib qolishi ham mumkin, ha? Do'stlar, Adham aka Qarshi bo'yicha hovuz qilish bo'yicha nomer 1. Akamiz mana shu yerda ham hozir hovuz qilyapti ekan. Bitta reklama qilib yuboraylik, shu xalqimizga manfaatli bo'lsin. Agar hovuzlar bo'lsa, arzon narxda qilib beraman deyaptilar. Hozir ikkita 9 tonnalik hovuz qilyapsiz, ha? 9 tonnalik, ha. 9 tonnalik. 5 tonna, 6 tonna, necha tonnagacha? Farqi yo'q. 12, 18 tonnagacha qilaveramiz. 18 tonnagacha qilib beraverasiz. Qilib beraveramiz. Narxlar qanday bo'ladi? Narxlar kelishilgan. Boshqalardan arzon bo'ladimi? Arzon bo'ladi. Qo'rmay reklama qilaveramiz. Hasanjon nomidan chiqqanlar arzon. Xudo nasib qilsa. Hasan nomidan keldik, Tarqating profildan keldik desanglar, sizlarga arzon qilib beradi akamiz. Xudo nasib qilsa. Hovuzni tezda bitirib berishadi. 1 kun 2 kun cho'zib yurishmaydi, ha? Yo'q. Cho'zib yurish yo'q. Like bosib qo'yamiz do'stlar. Butun Qashqadaryolarga tarqatib qo'yamiz. Hovuz menimcha hamma uyga kerak bo'ladi. Eng kerakli ishlar mana. Hovuzchini qayerdan topamiz deydiganlar uchun Asha akamizga murojaat qilaverasizlar. Lubojoyga borib qilib beraverasiz-a? Lubojoy, Qashqadaryo, farqi yo'q. O'zbekiston Lubojoyga, vodiylardan. O'zbekiston bo'yicha. Vodiylardan chiqyapti. Vodiylardan zakas tushyapti. Andijon, Namangan. Sifat zo'r, ha, suv oqib ketmaydi. Telefon nomerlar yozib ketiladi hamma narsa. Hovuzga chiroyli qilib. Suv oqib ketmaydi. Yo'q. Sifat garantiya. Telefonda bo'lamiz, Luboy payt garantiya. Bizni nechta hovuz qilib bergansiz? Sizga ham bir 5-6 ta qilib Xudo nasib qilsa. Biz proyektlarimizga ham qilib bergan akamiz. Uyga ham 2 ta qilib beruvdiz, ha? Uyga 2 ta qiladigan. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, nomer qo'yib qo'yamiz. Xudo nasib qilsa nomerlarga qo'yiladi. Bunday. Ishiga garantiya.